بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Baqara surasi 257 oyatdan 260 oyatgacha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Yuqorida tilovat qilingan oyatning qisqacha tarjimasi Allah subhanahu va taolo iymon etgan kishilarning ishlariga ega bo'ladi, ularni to'g'ri yo'lga muvaffaq qiladi, ularga yordam beradi, ularni jahillik, nodonlik, kufrning zulmatidan iymon, ilm, ma'rifatning nuriga chiqaradi. Ammo kafir bo'lgan badbaxtlarning avliyolari ishlariga ega bo'ldig'ini, ular Allohga sherik keltirib cho'qingan bu haykallardan va boshqa narsalardan iborat. Ular kafirlarga nihoyat chiroyli ko'rsatiladi. Ularni, ya'ni shu kafirlarning cho'qingan ma'budlari kafirlarni iymon, ilm, ma'rifat nuridan kufr, nodonlik, jahillikning zulmatiga ilib boradi. Mana shular do'zaxda qoladigan do'zax egalari, ular do'zaxda mangu qoladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimada ikki firqani, ya'ni mu'minlar va kafirlardan iborat bo'lgan ikki firqani zikr qilgan vaqtida, shu ikki firqaga misol bayon qilish uchun tövendeki İbrahim Aleyhisselam bilan Namrudning o'rtasida bo'lgan dialog va Uzayr Aleyhisselamninki Allohga qilgan iltijolari buni misol qilib keltirdi. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam bilen Allah'ınki rububiyeti, Allah'ınki birligi to'g'risida, ya'ni jidallashga, davolashga jur'at qilgan bu haddidan oshquchi tog'ut kafirninki ishidan ajablanib qarmamsa, haqiqatan bu ish ya'ni ash kafirdan yuz bergan. Shu Alloh subhanahu va taolo uningga podshohlik ato qildi, bu haddidan oshdi. İbrahim aleyhisselam uningga Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini bayon qilib shunday dedi: Mening Parvardigorim barliq xaloyiqni tirgizdi va ularni o'ttirdi. Ya'ni dunyoda ularni vafotlab turib, yana qiyomat yana qaytadan tirgizdi degan vaqtida iliq bu haddidan oshgan to'ng'ash gadankash kafir aytdiki: "Voy, menmi tirgizaman, o'ltirman. Men bu xolgan odamni o'ltirman, xolgan birini afu qilib o'taman. Bu mening tirgizganlikim" dedi. İbrahim alayhissalom bu kafirning do'stligini ko'rib, buning bir aqliy dalil keltirish uchun shunaq dedi, yana boshqa bir dalil isbot keltirdi. İbrahim aleyhisselam bu kafirga men ibodat qilayotgan mening Robbim quyoshni har kunisi mashriq tarafdan keltirdi. Agar sen bak nimang bo'lsa, o'zingni iloh deb da'vo qilsang, quyoshni sen mag'rib tarafdan bir keltirib faqat debdi. Bu kafir badbaxt hayron qilib, tili tutilib, gap so'z qilolmay shunda turib ketdi. Dalil hujjatning kuchligidan bu badbaxt mag'lub bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo haddidan oshquchi, o'ziga boshqalarga zulm sog'ichi bunday kafir badbaxtlarni to'g'ri yo'lga muvaffaq qilmaydi. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها
قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Yana bir Allah subhanahu wa ta'ala misal bayon qilib deydi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga sen vayron bo'lgan bir kanitdan o'tgan bir kishiningki misoli yoki xabarini anglaganmidan u payg'ambar o'tgan yurt butunlay vayron bo'lib uylarning to'risi pastga tushib tomlari o'rilib vayronchilikda qolgan u yerda yashaydigan insonlarning hammasi o'lib ketgan bu bir bayavan insonning qo'rqisi keladigan bir xarobiylikqa aylanib ketgan u yurt. Bu kishi ajablanib shundoq dedi alloh subhanahu va taolo mushu kanitdagi barliq odamlar o'lib bu yurtdagi bular vayron bo'lganda alloh buni qaysi shaklda ya'ni alloh tirgizdi qandoq tirgiza bularni deb ajablanib shundoq deb qoldi. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda bu kishini vafot topdi ya'ni 100 yil muddatda 100 yildan keyin u kishini tirgizdi va u kishidan so'radi qanchalik muddat shundoq bu o'lak holatda qolib qolding debdi. U kishi javob berib balkim bir kun yoki bir kunning ba'zida shunda tug'andiman dedi. Alloh subhanahu va taolo u kishiga aytdi balki sen bu yerda to'liq 100 yil turding. Qarab baqin sen bilan bo'lgan yemak ichimliking tomoqlaringga qarab baq. Bu tomoq o'zining asli holati bilan turadi. O'zingda hech qanday o'zgarish yo'q. Ya'ni tomoq degan nihoyatda tez ichimlik, yemaklik degan tez o'zgaradigan, o'zgarish tez yetadigan turug'liq 100 yilgacha uni yeydigan yemak bilan ichimligi o'zgarmay o'z holatida qolgan. Allah aytadi yani unzur ila himarikal mayt. O'lak echkanga qarab baq. Echkan o'lib, uning so'ngoklari chechilib, uvilib bo'lib ketdi, ammo yemaking o'z holatida qoldi. Va biz seni insonlarga dalil, hujjat, alomat qilamiz insonlarning ba'zi uchun. Bu nima desa Allohningki ular o'lgandan keyin ularni tirgizishga qodir ekanligini bildiradigan bir dalil, hujjat qilamiz. Sen eshikingninki uvilib ketgan, parcha-parcha bo'lib ketgan so'ngaklarga qarab baq. Uni qandoq ko'taraymiz va uni ba'ziga qandoq qatimiz, undan keyin uning ustiga qandoq go'sht qo'ndiramiz va uningga hayotlikni qandoq qaytadan hayotlik beramiz, buningga sen qara. U kishi ash ahvollarni ko'rgan vaqtida buningga ishning haqiqati oshkora bo'ldi. Allohning cheksiz qudratli zot ekanligini bildi va buni e'tirof qilib shundoq dedi: "A'lamu annalloha ala kulli shay'in qodir." Men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini yana obdan bildi. Yuqorqi oyatdan ilinadigan foydalar birinchisi iman ahlininki bir alohidligi, alohida farqlanib turadigan alohidligi, ular o'zlarininki dini, dunyolik hamma ishlarida Alloh tarafdan bo'lgan bir to'g'ri yo'l va yordamning ustida bo'lganligi. Kafirlar buning aksicha bo'lganligi bayon qilinadi. Yana bir foydasi insonninki hamda haddidan eshitninki eng chong sabablar nima desa mag'rurlik, o'zining kuch-quvvati, hukmronligi. Hatto bu ishlar inson o'zininki haqiqiy ahvolini bilishdimi insonni qo'rqitib qo'ydi. Chunki inson har vaqt o'zininki mag'rur ekan, kuch-quvvati tayinli ekan, hukmronligi tayinli ekan, hatto o'zining kim ekanligini bilmaydigan holatga kelib qoladi. Oyatdan chiqadigan yana bir foyda hamda haqiqatni bayon qilib berish uchun batil kishilar bilan munozir qilishning yo'l qo'yilganligi. Ya'ni ularningki ozg'unligini ichib berish, haqiqatni bayon qilib berish uchun munozir qilishning yo'lliq ekanligi bayon qilinadi. Yana bir foydasi Allohning qudratining nihoyatda katta ekanligi. Allohni hech qanday bir narsa ojiz qilolmaydiganligi. Shuning jumlasidan
Allah subhanahu ve ta'ala'nın öleklerini türgüzüşümü şu Allah'ın çeksiz kudretini ifadeleydi. Allah subhanahu ve taala her birimizni iymanda, sağlam aqidada mustahkam qilsin. Alloh uchrashgan qadar Alloh rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan amallarni ko'plab qilishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.